Endi Instagramga qo'shib qo'ysak ham odamlar mazza ko'ryapti. Siz xabar olib turganmisiz bulardan? Qayerga qaradilar shuncha vaqtdan beri? Qachondan beri bunaqa qilyapti? 6 yil bo'lyapti. Yani aynen oturamadım. Hozir dard bor ekan, nima qilamiz? Hammamiz birlashib shu insonni oyoqqa turg'izamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? Aziz O'zbekiston xalqimiz, mana shu xonadonda bir Xudoga yaqin bo'lgan inson bor. Alloh suygan ekan, ozgina dard berib qo'yibdi. Siz bilan biz endi harakat qilib, bandal bandaga albatta yordamchi bo'ladi. Shu insonga ozgina yordam berib, oyoqqa turg'izib yuboramiz endi. Dorisini surtyapsizmi? Perekslaydi. Ha. Yaxshi. Mana videoni yaqinroq keling muhimmat. Xo'p. Vaziyat mana shunaqa ahvolda o'tadi. Tezlik bilan operatsiyasini qilish kerak. Bloger akalarimizdan ham iltimos qilardik, mana shu videoni bizdan olib qo'yib bersa yoki ulash imkoniyati bo'lsa, qo'yib ko'proq odamlarga ko'rsatib, operatsiyaga yetadigan pul yig'ib olsak, shu inson oyoqqa turib ketsa, hammamizga manfaatli bo'ladi, xudo xohlasa. Yana olsak yana quritsa. Kecha bansada yu qurtini o'ldirib tashadi. Kecha yana olsam yana qurt chiqyapti. Hozir yana jimir qiladi. Yaxshi yo'q,